Bu o'zimizni iqlimimizga moslashgan kafel. Hammaga assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Xo'p, havola sizda kafel sizdan boshlanadi. Hovlingizga kafel bermoqchisiz. Hozir men sizga zo'r variant ko'rsataman. Kafelimiz razmeri 30 ga 60 bo'ladi. Har xil ranglaridan bor, ana ranglarni ko'rsalardan bo'ladi. Xo'p, endi kafelni sifati bilan tanishtiraman sizni. Mana kafelimiz 30 ga 60, qalinligi 1,5 sm. Bu Eronning mahsuloti. Xo'p, bu kafelimiz boshqa kafellar bilan nima farq qiladi? Qolgan kafellar qalinligi 0,9, 1 sm, buniki 1,5 sm. Eronning mahsuloti. Eronni bilasizlar, kafel bo'yicha mirovoy o'rnida turadi. Eronning dizaynerlari ham aslini Italiya, Ispaniya bilan ishlaydi-da. O'zining dizaynerlari kam. Xalqaro standartlarga javob beradigan kafel. Tim bo'lib, buni nimasi yaxshi? Bu o'zimizni iqlimimizga moslashgan kafel. Issiqqa ham 50+ ni ko'taradi, sovuqqa ham ko'taradi. Xo'p, qanaqadir kimyoviy moddalar bilan yusangiz ham bo'ladi, rangi ham o'chib ketmaydi. Buni polga ham tersangiz ham bo'ladi, devorga ham tersangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Atayinki polga chiroyli ko'rinadi akalar. Kelaverasizlar.